Men Qizil bayrami menga o'g'il tug'ib berolmaydigan ayoldan men 100% voz kechaman. Chunki meni merosxo'rim bo'lishi kerak. Avlodim davom etishi kerak. Qanday tushundinglar? Ukajonim, o'g'ilni ham qizni berguvchi Alloh. Asosan erkak kishiga bog'liq o'g'il va qiz bo'lishi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Короче, men Qizil bayrami o'ziga uveren, sog'lom bo'lgan erkak kishi doktorga borish shart emas, farzandli bo'lish uchun. Meni fikrim shu. Hech qanaqa har bir erkak kishi har 3 oyda yoki 6 oyda bir marta urug' ko'rigidan o'tishi shart. Ayniqsa farzand ko'raman desa, farzand uchun harakat qilayotgan erkak kishi urug' ko'rigiga borishi shart. Sog'lom va aqlli farzand tug'ilaman desa, faqat ayol kishidan muammo qidirib, ayol kishini davolataverish bu g'it ahmoqlik. Men Qizil bayrami hozir farzandli bo'la olmayapman, lekin aniq bilaman, menda emas, 100% xotinimda. Bepushtlik turlari juda ham ko'p. Nafaqat ayol kishi emas, bu yerda erkak kishi ham sababchi bo'ladi. Ya'ni erkak kishida birlamchi bepushtlik, ikkilamchi bepushtlik, idiopatik bepushtlik, obstruktivniy, noobstruktivniy va boshqa turlarga bo'linadi. Hozirgi kunda uchrayotganlardan bu varikotseli va sidik yo'llar infeksiyasi eng asosiylari gormonlarning buzilishidan bepushtlik kelib chiqishi mumkin. Ayb kimdaligini aniqlash uchun erkak va ayol kishini kompleksni tekshirib olish kerak bo'ladi. Ana shunda ayb kimdaligi aniq bo'ladi, ukajon.